Men YouTube kanalimni boshlaganimda nimani his qilding? Lebron o'g'li bilan o'ynamoqda. Futbol dunyosida ham bu ish amalga oshadimi? Senga eng yoqqani qaysi? 1 milliard obunachilarga ega bo'lganingdan keyin nimalarni his qilding? Sendan o'tib ketishimga ishonasanmi? Saudiya Arabistoni, Riyod shahri. The Beast bilan birga. Ronaldoning navbatdagi podkastida Mr. Beast mehmon bo'lmoqda. YouTube'dagi kanalimni boshlaganimda xayolingda nima o'tgandi? Men to'g'risi bilgandim. Ya'ni birinchi oyda 20-30 million obunachiga ega bo'lasan deb o'ylagandim. Lekin 60 million obunachi, xudo. Bu bir oyda eng ko'p yig'ilgan obunachi. Avvalgi rekord 20 million edi va bu menga tegishli edi. Lekin 60 million bu. Sen 60 million obunachiga ega bo'lishing uchun qancha vaqt ketgan? Menimcha 13 yil ketdi. 13 yil? Sendan o'tib ketishimga ishonasanmi? To'g'risini ayt. Yo'q. Endi bu qanday kontent qilishingga bog'liq. Masalan, futbolchilarni taklif qilib, o'zingning eng zo'r o'yinlaringga reaksiya qilsang, bu hammaga yoqishi aniq. Va shunday ritmda davom etsang, buzib yuborishing aniq. Hammasi sening. Bu rekord seniki bo'la qolsin, og'ayna. Men to'g'risi buni yangilamoqchi emasman. Senda 1 milliard obunachilar, menga ham YouTube'da shuncha obunachilar kerak. Tasavvur qilyapsanmi? Ha, ozroq vaqt kerak. Ancha vaqt kerak. Hozir menda 324 million. Mening YouTube kanalimni ko'rdingmi? Ha, albatta. Nima deysan? Sen hamon professional futbolchisan, boshqa ishlaring ham bor, lekin shunga qaramasdan yaxshi harakat qilyapsan. Va sening eng katta yutug'ing, kimni xohlasang o'shani taklif qila olasan va ajoyib kollaboratsiyalar qilishing mumkin. Maslahatim Tom Brady'ni taklif qil yoki Speedni. Shunga o'xshagan katta nomlar kelsa, yaxshi fikr. Yo bo'lmasam yanada osonroq variant. Katta o'yinlardan so'ng mikrofonni olib 5 daqiqa maydonda nimalar bo'lgani haqida video qilsang bo'ladi. Bu juda oson, sababi juda ko'pchilik sening fikringni bilishga qiziqadi. Hammaga sening fikring qiziq yoki jamoang uchun yana bir taklif. Tasavvur qil, Ronaldo o'zining 10 ta eng zo'r gollariga reaksiya ko'rsatsa. Tasavvur qilyapsanmi? Ajoyib bo'ladi-ku. Tushunyapsan-a? Masalan, o'sha mashhur qaychi uslubida kiritgan goling. Men bu golni kamida 100 marta tomosha qilganman. Va men uchun sen o'sha paytda nima haqida o'ylaganing bilish qiziq. Bu soccer, futbol o'zi nima o'zi? Xullas, juda qiziq. Menimcha sen uchun bu qiyin emas. Ko'proq futbolga oid videolarni qilsang bo'ladi. Seni aynan shu uchun yaxshi ko'ramiz. 1 milliard obunachilarga ega bo'lish qalay ekan? Yer yuzidagi eng ko'p obunachilarga ega inson. Bu yaxshi natija. Lekin men bunga hayron bo'lmadim, to'g'risi. Odamlar meni va futbolni qanchalik yaxshi ko'rishlarini bilaman. Hamon davom etayotgan faoliyatimni qadrlashadi. Lekin bu natijaga hayron qolmadim. To'g'ri, xursand bo'ldim, lekin bir paytning o'zida bunday natijaga hayron ham bo'lmadim. Ochig'ini aytsam, Menda ham shunday. Har safar bir marrani zabt etsam, ha, zo'r deb qo'yaman. Bo'ldi. Hamma menga buni yuvish kerak deydi, lekin men nega bu oddiy hol deb qabul qilaman? Ha, shunday. Menda ham shunday bo'lgan. YouTube'da video ommalashsa shunday bir surat chiqadi. Nomini bilasanmi? Kichkina muqova. Ha, o'sha narsa. Ha, bilaman. Men aynan o'sha muqovalar sababli mashhurman va senga bir ikkita maslahat beraman. Xo'p. Xullas, asosan muqovaga sening yuzing qo'yiladi. Suratga tushayotganingda og'zing yopilgan bo'lishi kerak. Men ham shunday suratga tushar edim. Og'zim mana shunday ochiq bo'lardi, lekin bu odamlarga yoqmadi. Ha, yo'q-e? Ha, ular bu cringe deyishgan. Xullas, og'zing yopiq bo'lsin, jamoang yuzingni yaxshi rakursdan suratga olsin. Muqovaga faqat shu kerak. Ha, bo'ldi, tushundim, uzr. Agar nimanidir ifoda qilmoqchi bo'lsang, mana shunday qilsang kifoya. Mayli, cho'zilib ketdi. 30 ta odam bizga qarab turibdi. Keyingi savolga o'ta qolaylik. Keyingi savol nima edi? Hazil. Qaysi davlatda muxlislaring ko'proq? Eng ko'pimi? Janubiy Amerikaga qachon borishimdan qat'iy nazar, aql bovar qilmas darajada kutib olishadi. Bir kuni biz Chiliga bordik. Biz joylashgan mehmonxonaning atrofini muxlislar o'rab olishdi va barcha eshiklarni taqillata boshlashdi. Bunaqasi senda ham bo'lgani aniq. Biz o'sha mehmonxonani tark etishga majbur bo'lganmiz. Xullas, meni chiqarib yuborishgan, chunki juda ko'pchilik resepsiyonni egallab olgandi. Janubiy Amerikada bunday holatlar ko'p bo'ladi. AQShda esa odamlar ancha sokin. Lekin boshqa davlatga borsang, vaziyat boshqacha. Masalan, mashhurlar yoki kontent qiluvchilar Janubiy Amerikaga aynan mana shunday kadrlar uchun borishadi. Ataylab. U yerdagilar bilan kontent ham ancha yaxshi chiqadi. Tushunarli. Qayerda yashaysan? Shimoliy Karolinada, kichkina shaharda. Yaxshi, demak senga yoqadi, shundaymi? Ha, aslida men o'zimning studiyamda yashayman. Katta studiyam bor. O'sha yerda videolarni suratga olamiz va mening yashash joyim ham o'sha studiyada. Eng yomon tarafi, menimcha sen shaxsiy samolyotingda uchasan. Men esa oddiy reysda. Qiyin-a? Ba'zida bu juda qiyin.
Meni esa oddiy reysda uchmaganimga ancha yillar bo'lib ketdi. Men bu uchun pul to'lagan bo'lardim. Ya'ni Ronaldo oddiy reysda uchayotganini ko'rish uchun pul to'lagan bo'lardim. Reaksiyalari, tasavvur qil, men ko'z oynaki orqali reaksiyalarni suratga olaman. Yorvorarding, bro. YouTube uchun yaxshi kontent. Ha, tasavvur qil, oddiy reysda ko'zoynak orqali reaksiyalarni videoga olasan va samolyotga kirib kelganingda hamma sen bilan suratga tushmoqchi bo'ladi. Menimcha reys bekor qilinsa Oddiy kerak. o'rindiq, tasavvur qil. Hamma bilan boraman, reysni kutaman. Yo'q, menimcha u bunday qilmasa kerak. Albatta, u mendan mashhurroq. Men oddiy reysda ketganimda butun yo'lovchilar yugurib kelib suratga tushadi. Agar sen uchadigan bo'lsang, tasavvur qilaver. Butun samolyot fotostudiyaga aylanib ketadi. Bu aql bovar qilmas ish bo'lardi. Men 39 yoshdaman. 1-2 oydan keyin Deyarli 40 yosh, umrim tugab qopti. ha, 40 yoshga yaqinlashib qoldim. Qalay ekan? Men 100 yoshgacha yashayman. O'zing uchun bilib ol. Va futbolda bu uzoq faoliyat hisoblanadi. Ko'p holatlarda 33, 34, 36 yoshda futbolchilar faoliyatini tugatishadi. Men esa hali ham formada bo'lishga harakat Sen qilyapman. futboldagi LeBron James? Ha, endi senga savol. Sen qachon faoliyatingni tugatasan? Hech qachon. Yaxshi. Menimcha 90 yoshimgacha ijod qilaman. Men ham senga o'xshab 100 ga kirmoqchiman. Texnologiyalar rivojlanyapti. Menimcha qarishni sekinlashtirish borasida nimadir o'ylab topilsa. Demak, butun umr kontent qilmoqchisan. Ha, albatta, agar to'xtatsam nima qilaman? Televizor ko'ramanmi? Balki boshqa qiziqishlaring bo'lishi mumkin, boshqa soha deganlaridek. Menga bizneslarni qurish yoqadi. Kanalimni yuritish xuddi kompaniya boshqarishga o'xshaydi. Shu sababli shu paytda Ronaldoga pashsha hujum qila boshladi. Ronaldoga pashsha hujum qilyapti. Shu joyini qirqib qo'yinglar. Shu joyi alohida qo'yilsin. Pashsha uning ko'ziga hujum qilganini aniq ko'rdim. Bittasi xo'ndi ham ko'ziga. Bu videoda men o'zimni bir haftaga ko'mganman. Rostdanmi? Ha, mana men qabrdaman. Va mening ustimga 10 kiloga yaqin qum tashlashgan. 7 kun qimirlamay yotganman, yerning tagida. Bo'lishi mumkin emas. Cristiano YouTubechilarga naqadar qiyin ekanligini his qilmoqda. Bu live rejimida suratga olingan, kameralar yoniq edi. Ahvoling qanday edi? Juda yomon. Bir hafta umuman qimirlamaganman. Menga ham pashsha qo'ngan edi o'shanda. Bir hafta qimirlamaganmisan shunda? Ha, shunchaki qimirlamay yotganman. Bu esa 7 kundan keyingi holat. Bu esa meni qazib olishayotgani. Bu meni chiqarib olgan doktor. Shu darajadami? Ha, shu darajada. Mana bu yerga qara. Chiqqanimda doktor meni obdon tekshirgan edi. Ular qonim quyishib qolgan deb o'ylashgandi. Ichkarida o'zingni yomon his qilganmisan? Ha, albatta, juda dahshatli bo'lgan. Men yotgan qabr taxtadan qilingandi va belim juda og'rigan. Beling og'rigan-a? Ha, bir hafta yerning tagida, keyin bir hafta ruhiy kasallar xonasida ham kontent qilganman. Atrofi o'ralgan xona, kimsasiz, hatto soat ham yo'q edi. Bro, sen aqldan ozgansan-a? Bu dahshat. Taylor, yana nima qilganmiz? Bir hafta cho'lli orolda ham bo'lganman va tomim ketib qolgandi. Keyin yana bir hafta dengizda yashaganman, bir hafta yer ostidagi shaharda, bir hafta tashlandiq shaharda. Mening muxlislarim meni qiynalishimni istashadi. Men shu sababli shunday kontent qilaman va ularga yoqadi. Wow, dahshat-ku. Eng qiyin videolarni senga sanab berdim. Eng qiyini shu bo'lganmi? Yo'q, sen uchun eng qiyin video qaysi bo'lgan, Taylor? Yolg'izligi? Nima u yolg'izlik? Hozir ko'rsataman. Xullas, uning bir o'zi bir xonada yashagan. Hech kimni ko'rmagan. Hech narsasizmi? Hech narsasiz. Video qayerda olingan? Xullas, ruhiy kasallar uchun mo'ljallangan maxsus xonada. Haqiqiy yovvoyi sharoit edi. Taylor, bu videoni qachon yuklagandik? Eski video? Kontent qilishni qachon boshlagansan? Videolar, kanal, necha yil bo'ldi o'zi hammasi bo'lib? Men buni 11 yoshimda boshlaganman. 15 yildan beri qilib kelayotgan ishim faqat shu. Bu video ruhiy kasallar xonasida olingan. Mana, faqat men va bu yerda nimalar his qilishing tasvirlab berish qiyin. Tashqaridagi dunyoda nimalar bo'layotganini bilmayman. Ba'zida shunchaki kichkina darcha ochiladi va menga ovqat olib kelishadi. Vaqtni qanday o'tayotganini taxmin qilish ham qiyin. Shunchaki oshqozonim ovqat yemoqchiligi haqida menga signal beradi. Va atrofga o'ralgan xona. Hatto soat nechiligini ham bilmaganman. Xudoyim. Tasavvur qil, tashqariga ovozing chiqmaydi. Eng qiyini shu bo'lganmi? Bu juda ham murakkab bo'lgan. Xonada chiroq o'chmagan. Bir hafta davomida quyoshni ko'rmaganman. Bu xuddi stimulyatsiyaga o'xshaydi, ya'ni kompyuterdagi o'yin. 90 soat davomida faqat bir xillik. Tasavvur qilyapsanmi? 90 soat. Wow. Va eng qiyini shu bo'lgan. Ancha qiynalgandim. Masalan, bu video ham 100 million atrofida. Qancha? 189 million marta ko'rilgan. Yo'g'i, 186 million marta ko'rilgan ekan va hammaga yoqqan.
Ularga Mr. Beast qiynalsa bo'ldi. Ha, bu shunchaki Eng ko'p ko'rilgan video qaysi? eng ko'p ko'rilgan videomi? Adashmasam, hozir. Kalmar o'yinimidi? Ha, bo'ldi. Yaxshi. Biz real hayotda kalmar o'yinini qilganmiz. Bo'ldi. Men 100 ta odamni bir joyga to'plaganman va eng chidamlisi $500 ming yutib olgan. Yarim milliarddan ko'proq ko'rilgan video. Bu degani yerning 4% aholisi bu videoni tomosha qilgan. Wow. Mana shartlariga e'tibor ber. Asosan qizil liniyaga e'tibor berilgan. Mana qara, shart bunday bo'lgan. Vaqt chegaralanmagan, shu joyni kim oxiri bo'lib tark etsa, $500 ming qo'lga kiritadi. Zo'rku. Bu hammaga qiziq bo'lgan va video bir hafta davomida suratga olingan. Qiziq bo'lgandi. Ajoyib. Ha, shunday qilib, O'zingga eng yoqqani qaysi? Eng yoqqan video. menga hammasi yoqadi. Misol uchun mana bu video internetni buzib yuborgan. Bu 24 soat ichida YouTube'da eng ko'p ko'rilgan video. 24 soat ichida eng ko'p ko'rilgan video. Ya'ni YouTube tarixida hech qaysi video bundan ko'p ko'rilmagan. Bu videoda eng mashhur YouTubechilarni bir joyga yig'ganmiz Tushunarli. va oynali xonaga joylashtirganmiz. Hozir mana shu joyda. Xullas, ular juda mashhur kontent yaratuvchilar. Menimcha, sening farzandlaring ularni tanishadi. Bu maxsus oynali xonaga ularni joylashtirganmiz va shu joyni eng oxirgi bo'lib tark etgan bloger o'z obunachilarga $1 million sovg'a qilish imkoniyatiga ega bo'lgan. Aytaylik, bu xuddi sen 50 ta eng mashhur futbolchilarni bir xonaga joylab, ularga shart berishingday gap. Bu internetni buzib yuborgan va shu video 24 soat ichida 70 million marta ko'rilgan. Senga boshqa sport turlari ham yoqadimi? Basketbol yoqadi. Basketbolmi? Ha, basketbol ko'rasanmi? Unchalik emas. Stef Karrining maydon yarmidan 3 ochkolik zarbalari yoqadi. Ha, yaxshi. LeBron o'z o'g'li bilan o'ynamoqda. Futbolda ham sen shu ishni amalga oshirasanmi? Balki ko'ramiz. Hozir u 14 yoshda. Balki 17 yoshda sen bilan o'ynar. Yana 3 yil qoldi. Ko'ramiz. Hammasi oyoqlarimga bog'liq. Ko'ramiz. Shu paytda Ronaldoning o'g'li xonaga kirib keladi. Ana, o'g'ling ham keldi, balki o'zidan so'rarmiz. U mendan ko'proq narsalarni biladi. Hozir bo'layotgan ishlar, YouTube haqida hammasini biladi. Eshitishimcha, bu suv brendi senga tegishli, to'g'rimi? Ha. Buni boshlashga nima sabab bo'lgan? Asosan yaxshi mahsulot, sifatli, suvning sifati men uchun juda ham muhim. Suv bo'ladimi yoki masalan boshqa mahsulotmi? Agar yaxshi bo'lsa, men brend bilan o'zimni bog'lay olishim mumkin. Yaxshi javob. Ha, mening fikrim shunday. Mashhurlik bilan qanday kurashasan? Mashhurlik bilanmi? Endi xuddi sen kabi, men faqat mehnat qilaman. Bunga unchalik vaqtim ham yo'q. Sen Saudiyada birinchi marta ekanligingni aytding. Men seni o'zing tanlagan istagan o'yinga istagan paytda taklif qilaman. Ayniqsa Riyad Season paytida. Bu paytda eng mashhur katta tadbirlar bo'lib o'tadi. Eng katta o'yin qaysi? Eng katta raqiblaring qaysi jamoa? Al-Hilol. Al-Hilol? Al-Hilol, ha, shu jamoa. Yigitlar, Al-Hilol qachon o'ynaydi? Biz ular bilan keyingi oyda o'ynaymiz va javob o'yini ham bor. Agar kelishni istasang, seni taklif qilaman. Zo'r bo'lardi. Va senga yoqadi. Saudiya ajoyib davlat. Agar men kelsam, albatta sizlar yutishinglar kerak. Albatta, bundan xavotir olma. O'zingga ma'qul kelgan paytda seni taklif qilishim mumkin va xush kelibsan.